Bu sizga. Rahmat, rahmat. Samal, men sensiz yasha olmayman. Menga turmushga chiq. Voy, yo'q. Men sizni tanimayman-ku. Qiziq ekansiz. Samal, biz turmush qurishimiz kerak. Men seni baxtli qilaman. Sanjar jinnimisan? Seni xotining bor-ku? Men esa sen uchun ajrashdim, Samal. Voy, Jonni, qo'ysang-chi. Senga turmushga chiqib, ajrashib yurmay yana sudlashib. Hey. Kianu? Sen farishtasan, Samal. Hayotimda ko'rgan eng yaxshi insonimsan. Kianu, qo'ysang-chi. Seni oyog'ing qiyshiq-u, axir. Seni. Yaqinlashma qozoq qiziga. Qo'ndi qog'a? Sizga nima bor? Yo'q, men bayanni tushda yurgandim. Seni tushingga qanday kirib qoldim men? Kim buni nima qilasan? 64-yil-ku, qari-ku. Mana biz yoshmiz. Kuyovni o'g'irla. Uzmedia.tv saytida premyera. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. To'xta! Dadingiz yaxshi ekan. Uyi bor, mashinasi bor, biznesi bor. Ha? Yaxshi, shuni olaman. Ammo bir lekini bor. Ajrashgan. Ha, hech qisi yo'q. Asosiysi boyligi bor ekan-ku. Ha? Bo'ldi unda. Pul tashlab ketaymi? Hoy, birlik. Sen menga nima deganding? Baxit, kayfiyatingiz yo'q ko'rinadi. O'zi yuvmasdan chiqishim kerak edi. Ko'rsaydimi, xudo biladi. O'zim ham bosh yuvib ko'chaga chiqaverdim-da. Qishloqdagilarning hammasi "Baxit, sen chiroylisan" deyaveradi. Ko'chaga bosh yuvib chiqmay deyman. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Qizlar boshim aylanib ketyapti. Jag'im uyushib qoldi. Nima qildilaring meni jag'imni? Negadir uyushib qoldi. Nimadir bergansanlar. Ertaga qishloqda gap so'z qilishadi. Turmada o'tirib chiqqan baxa, turmachi baxa deb. Ayol. Ozodlikni hidi kelyapti. Ozodlikni emas, U bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. odamlar meni aldab ketishdi. O'ldirib qo'yasan-ku. O'zingni bosib hammasi joyida.